Xo'p, Javohirbek, assalomu alaykum. Xo'p, bugungi darsigimizda siz bilan qanaqa qilib like urishni o'rgatib beraman. Qaysi saytdan uriladi, qanday uriladi. Xo'p, birinchi очередda like ni havola orqali qilasiz, ya'ni video qilayotgan vaqtingiz tekshiruvdan o'tgandan so'ng publikat, ya'ni ограниченный достуp, ya'ni flowoy hamma ko'radigan dostуп va havola orqali va privatga, ya'ni qulflangan holatda siz havola orqali qilib qo'yasiz. Havola orqali qilib olgandan keyin videoning havolasini olasiz. Havolasini olib, N1 panel degan sayt bor. N1 panel. Mana N1 panel, N1 panelda ro'yxatga o'tasiz. Mana yerda bu o'sha ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz mana shunaqa joy chiqadi. Pastda registratsiya qilib o'tasiz. Xo'p. Qaysi like turadi? Mana YouTube'ni tanlaysiz. Bu yerdan mana recommendationdan like и dislike guaranteed ga tanlaysiz va bu yerdan mana buni tanlaysiz. Mana YouTube likes real HQ max USK refill lifetime recommended first $1 2 mingtasi $1-2 turadi. Video silkasini tashlaysiz, nech turasiz? 1000 tursangiz 1000 ta yozasiz. Mana $1-2 16 ming turib beradi. Среднее время. Endi bu foydalanishga qarab urib beradi. Xo'p, qanday to'ldiraman deysiz? Qanaqa to'ldirish oson? Mana hop, birinchi очередda mana shu yerda bor, hozir ko'rsin. Пополнение balance. Bu yerdan mana bu Viza'ni tanlaysiz, hozir mana BigBuy yoki Alipay, BigBuy tanlaysiz, summani kiritasiz. $10 kiritsangiz 10.90 oladi, ya'ni $11 oladi. Komissiya $1 dan. Oplataga bosasiz. Xo'p, kuttiramiz, hozir oplataga. Ya oson, juda oson, tushunarli narsalar tushuntiriladi. Ya'ni mana Visa yoki Mastercard karta kerak bo'ladi. Mana yerga card holder name ga kartaning egasini yozasiz. Karta nomer, oy, yil va security code CVC kod. CVC kod deb internetdan qidirsangiz chiqib keladi. Mana shu 3 ta raqamli kodi bo'ladi, orqasi va oldida. P ga bosasiz, telefoningiz kod ketadi, kod kirit deb chiqib keladi bu oynada. Kod shuni kiritasiz, o'sha tamom. Pul tushadi aningizga. Nima edi? Akkauntingizga, N1 panel akkauntingizga.